birlashgan issiqlik tizimiga o'tkazadigan bo'lsa, juda katta bizga bir samarasi ham bo'ladi. It's about strong relationship between us and our brothers in Uzbekistan. Loyihani ishga tushirib olish uchun mana ikkitasini sentyabrgacha qilib berishgan. Bunisi yil oxirigacha kelaveradi. Biz o'zimiz tomonidan barcha tayyorgarliklarni amalga oshirdik va qurilish muddatlari mobaynida fevral oyidan boshlashi ta'minlaymiz va shu yilning noyabr oyigacha joriy etishga kelishdik.